كده مني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sağdaşlarım biz kitabımızdaki 23. dersi Mebni isimler hakkındaki mezmunlara geldik. Dersimizden başlaştan ilgili ötken mezmunlarını bir tekrarlasak biz kitabımızdaki asasi mezmunlarını çoğun cihetten 3'e bölgendik. Yani isim, fail, andaki nemo, harf. İsimni çoğun cihetten 2'ye bölgendik. El-ismul mu'arab vel-ismul mebni. İsim mu'arab ne? Gramatiklik o'rin ahvoliga qarab turib 3'e bölgendik. Yani el-merfuat vel-mensubat vel-mecrurat. Mushu xil isimlarga gramatiklik o'rinning ta'siridan emas, ergashganlik ta'siridan raf'i, nasbi, jar i'roblar bilan i'roblanadigan isimlarni tavobi deb tugatib bugun mabni isimlar haqidagi mazmunlarga kelgandik. Endi mabni haqidagi mazmunlar aslab baqsaq, shu mu'rabning bayonida asosan tushuntirilib bo'lgan. Biz ism mu'rabni tunishtirgan vaqtida kitob ism mu'rabni boshqa ismlar bilan birikkan deb gap boshladi. Ism mu'rabni tunishtirgan vaqtida boshqa ismlar bilan birikkan deb kelib, buning hukmi alohidliklarini tunishtirish jarayonida bu xil ismningki oxirisida cümledeki grammatiklik o'rinning o'zgarishiga ergashib, ma'lum omilning ta'sirida, mayli lafziy omil olsun yoki ma'naviy omil olsun, omilning ta'sirida jumladagi grammatiklikning o'rinning o'zgarishiga ergashib, shu ismning oxirida o'sha grammatiklik o'rindagi i'robning alomatlari o'zgarsa, masalan grammatiklik o'rni rafi bo'lib qolsa, ismning oxiridami rafilikning alomatlari, mayli o alomat peş olsun, yoki alif olsun, yoki vav olsun ve yoki bir harfning tashlanishi yoki bir harfning yushun kelishi degandek qanday shaklda olsun bir alomat qo'yilsa, o'zgarsa. Agar jumladagi grammatiklik o'rni nasbiga o'zgarsa, bayatni istilg'an alomatlar nasblikni ifodalaydigan alomatlarga, masalan, zar olsun yoki ba'zi ismlarda zarning o'rnida zir bo'lib qolsin, yoki ba'zi ismlarda alif olsun, ba'zi ismlarda ya olsun degandek alomatlarga o'zgarsa, agar grammatiklik o'rni jar bo'lib qolsa, ismning oxiridagi bayatning rafi, nasbi degan alomatlar, i'robning alomatlari jarning alomatlariga o'zgarsa, bu xil ismni biz ismi mu'rab deb tunishtirgan. Endi ism mu'rabning umumiy ta'rifatlariga nazar tashlagan vaqtimizda, ism mu'rabning ta'rifatlariga nazar tashlagan vaqtimizda biz ism mu'rabda bunday alohidliklarni his qilamiz. Birisi boshqa jumladagi boshqa bilaklar bilan birikib jumlada qo'llanildi. Biz şu yerda har qanday bir söz yalğız gap qalsa, yani qo'llanilmasa jumlada, mayli labzan ma'nan biri boshqa bilaklar bilan birikmasa, mabni degan to'q. Ana o'ganda biz mabnining ta'rifatini chiqib ola olamizki, boshqalar bilan birikmay kelgan har qanday so'z mabni. Muhammad yalğız desam, Ahmad yalğız desam, Zaydun, mesela Zaydun mi digilolmaydi? Zayd masalan, oxirida dun digilolmaydi. Manda holatda ash ismning grammatiklik o'rnini rafi digilolmaydi, nasb digilolmaydi, jar digilolmaydi, oxirgi i'robni bagilolmaydi. Shunga sokin bilan ham to'xtaymiz. Demak, mabni ismning birinchi alohidligini bayqib oldik, ya'ni boshqalar bilan birikmagan ism. Ikkinchisi, shu ism i'robning bayonida mabniyal asliga o'xshamasa degan. Ya'ni asli mabni deb odatda harflarni aytdik, fe'llarni aytdik. Odatda harflarning nurg'un alohidliklari bo'ladi. Mesela harfdagi harf soni, ma'ni boshqalar ifodalash jihatda boshqalarga muhtoj bo'lish va boshqa degandek nurg'un masalan tafsilroq kitoblarda 8 xil alohidliklar bor harflarningki. Masalan amrlarningki. Odatda ismlar shu alohidliklarning birida harfga o'xshab qolsa, bu xil ismningki ismliq tarafi ojizlashgan bo'ladi. Şuna bunu harfga o'xshash, harfni o'kmirilganki mabni bo'ladi. Unda shu ism mu'rabni bayon qilgan vaqtimizda mabniyal asli mabnilarga, ya'ni harfga o'xshamasa degan tuqqo, shuni ta'tirisini qilsak, mabnining ikkinchi alohidligi ma'lum mabniyal asliga qanday qilib qolsa, o'xshab qolsa. Buni misol keltiramiz. Undan keyin
Aşbayatın mebniyel əsliga oxşamasa deganning tahdidi masalan harf bu jihatida yo'q emasmi? Shuning tahdidini chiqarib olsak, masalan harflarga shu harfning sonida o'xshamasa, masalan 3 harfdan azob qolmasa, boshqalarga ma'nosini ifoda etib muhtoj bo'lib qolmasa, yoki harfning ma'nolaridan bir ma'noni o'ziga olib qolmasa, degan turlar. Unda o'g'anda mushlarning hammasini ta'tir hukm chiqarsak, ya'ni mabni degan nima bo'lsa, bayat degandek birinchisi boshqalar bilan birikmay kelgan ism mabni. Ikkinchisi mabniyel aslining ma'lum bir alohidliklariga qanaq qolgan, o'xshab qolgan. Masalan, uch harfdan azob qolgan yoki harfning ma'nolaridan bir ma'noni qanaq o'ziga olib qolgan degandek, mabnilarning alohidligi deb qolgan ismlar bo'lib qolsa, bu xil ismning bo'ladi. Mabni bo'ladi deb bugungi kitobimizda esingizda bo'lsin. O'quvchilarimizning dastlabki saviyadagi o'quvchilar e'tibor bilan biz mushunday tushuntiramiz. Ya'ni ismlar yuqoridagi 4 xil alohidlik deb qolsa 5 xil. Masalan, boshqalar bilan murakkab bo'lmasa, ya'ni yolg'iz kelib qolsa, yoki mabniyel asliga o'xshasa, boshqa taraflari bor. Harfi 3 harfdan azob qolsa, harfning ma'nolaridan bir ma'noni o'zi. Demak, bu 4 xil alohidlik deb qolgan ismni biz nima deymiz? Mabni deymiz. Endi nurg'un o'quvchilar mabni desa, xuddi i'rob yo'q, yo'q uning grammatikalik i'robi bor. Jumlada grammatikalik o'rni bor. Bu ismning mu'rabdan birlan farqi Mü'rab simlarda grammatikalik o'rinni ifodalaydigan alomatlar oshkora. Ya'ni alomatlar bor. Raf'ilik holatida bir xil alomatlar, nasblik holatda bir xil alomatlar, jarlik holatda bir xil alomatlar. Ammo mabnilarda mayli o jumladagi o'rni raf'ilik bo'lib kelsin. Cho'qim raf'ilikni tepishimiz kerak ma'no ifodalash uchun. Ammo lafz jihatda o'rin raf'ilik bo'lib kelsin, nasblik bo'lib kelsin, jarlik bo'lib kelsin, ma ismning oxirida hech qanday alomat ko'rinmaydi. Ya'ni ismning oxirisi o'zgarmaydi. Buni shunga uyg'urcha tarjima qilgan vaqtimizda, shu mabni degan so'zni tarjima qilib qatqan, qurilib ketgan bir holatga, ikkinchi bir holat bo'lmaydigan ism deb menda atagan bo'lsin. An Abdur qana tushuntirdi qarab boqayli. Abdur davatudu al-babu thani fil ism al-mabni. Ya'ni ikkinchi bab kitobning birinchi qismi ismning ikkinchi bobi ism mabni haqida. Ism mabni degan nima desa, omillarning o'zgarish sababidan oxirisi o'zgarmaydi. Ma'no yengil tushunilgan. Asli omil o'zgaradi. Ondan keyin grammatikalik o'rin o'zgaradi. Grammatikalik o'rin o'zgarsa, ma ismning oxirida shu grammatikalik o'zgargan o'rinning alomatlari bo'lmaydi. Ma xil ismni biz ism mabni deymiz. Shu tuvandikidek o'rinlarda bo'ladi. Tuvandikidek o'rinlarda 4 o'rinda diqqat. Birinchidan, boshqalar bilan murakkab bo'lmay chiqqanligini yolg'iz kelib qolgan har qanaqasi. Masalan, biz arab tilidan savodimizni chiqarishda alif, ba, ta, sa deb o'qiymiz. Bu faqat takrorlash uchun, masalan, takrorlash uchun. Askarlarni tizib qo'yib sana desa 1, 2, 3, 4 deb sanaydi birdan. Shu vaqtida 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 degan gapning hammasi mabni bo'ladi. Hamma ismini danglar desa Muhammad, Ahmad, Zayd deb bunda sanaydigan gap. Hech qanday bir narsalar qurilmagan bo'ladi u vaqtida. Qurilmagan bo'ladi. Shuning o'zi mabni bo'ladi. Bu birinchi. Masalan, ahad nasalas deganda Zayd degan lafziga o'xshash qabla tarkib degani qurashtirishdan ilgari. Bunda vaqtida bu amaliyati sakinga mabni, quvvatli mu'rab degani mu'rab bo'la oladigan ism. Quvvat degan gap mu'rab bo'la oladi, uning iqtidori mu'rab bo'lish bor. Lekin amaliyatda navbatash yolg'iz kelgan vaqtda Zayd sakinga mabni bo'ladi. Bunu bayatını tushundim. İkinci alohidligi mu'rabda, mabnining ikkinchi alohidligi mabniyal asliga o'xshab qolgan. Asli mabni bo'lgan harflarga masalan, ya'ni bi an takun degani shu orqali o'xshab qolganki, u o'zining ma'nosini ifodalashda qarinaga muhtoj bo'ladi. Xuddi harfga o'xshash. Harf odatda o'zining ma'nosini ifodalashda boshqalarga muhtoj bo'lib emasmi? Biz kitobning beshlab so'zli o'qiymiz. Harf degan nima desa, o'zining ma'nosini mustaqil ifodalay olmaydigan, boshqalarga muhtoj bo'ladigan. Mushundaq ism mushtaq bo'lib qolsa, bu xarakter jihatda harfga o'xshaydi ekan, o harfga o'xshash mabni bo'lib kelsin. Masalan, asmaul ishorat, ko'rsatish almashtirishning hammasi ism, mu'rab bo'lish kerak asli. Mavsulatlarning hammasi ism, mu'rab bo'lish kerak ism bo'lgan nuqtadan. Lekin bular asmaul ishorat mushanlarga muhtoj. Masalan, onun keynidan mavsullar masalan siliga muhtoj. Ma nuqtalardan bu xuddi harfdek bir xil xarakter, harfdek alohidlik bilan tepilib qoldi. Shunga buni harfga o'xshash mabni qilamiz. Ha ulayı men bilislar uni. Üçüncü ism mabnining alohidligi ma kana ala aqall min 3 ahruf. 3 harfdan azib qolgan ismlar. Endi bilislar har bir narsaning bir o'lchami bor. Ismlarning eng to'g'ri o'lchami 3 harf. 3 harfdan to'g'ri bo'lib qolsa tabii ki mabni bo'ladi. Chunki 3 harfdan to'g'ri bo'lish harfning alohidligi. Shunga boshqa inna, anna,
Ka'anna lakin laytilla allada hamiz harf bolsun 3 harfdan ortiq 3 harf bo'lg'achqa bular shu al-huruf mushabbaha bil fi'l harflikdan chiqib fe'lga o'xshab ketgan. Chunki harf soniya harfdan ortiq. Harfning asli 3 harfdan tuvan bo'lish. Bir ism 3 harfdan ortiq bo'lish kerak, lekin 3 harfdan az bo'lib qolsa, bu shakl jihat harfga o'xshab qolgan bo'ladi. Masalan, ji'tana degan nom masalan. Bu 3-nji alohidlik. 4-nji alohidlik ma tadammana ma'nan min ma'anil huruf. Harfning uqumlaridan biri uqum o'ziga olsa. Masalan, hada deganga o'xshash masalan. Hada desa xuddi huwa degandek bir uqumda ani ahad asharadan 19 gacha hammasi harf ma'nolarini o'ziga. Chunki ikki sonning birikishi uchun o'tirgan vav. Arab tilida ikki so'z birikishi uchun o'tirgan ya izofatlik bir nisbat bo'lishi kerak, ya isnodlik bir nisbat bo'lishi kerak, sifat mansublik yoki bo'lmasa vav bilan. Mana vav yo'q hamda. Ammo 21dan tatib vav bor. Ya'ni bu yerda vavning nimasi bor? Ma'nosi bor masalan. Xo'sh. Demak, ma'ularning hammasi mabni ismlarning alohidligi qandaq bir ismda mushaxil alohidlikni topilib qolsa ismi mabni bo'ladi. Ism mabnining eng cho'ng bizga lozim bo'ladigan grammatikada tarafi grammatikalik o'rni nimaga o'zgarib ketsin, lafzi bir xil holatni saqlaydi. So'z aslida qanday holatda tuzilgan bo'lsa, ha ular ida zirg'i tuzilgan bo'lg'achqa mayli ha ular raf'ilik, mayli ha ular nasbilik, mayli ha ular jarlik bo'lib ketsin, buning lafzi bir xil ha ulayda turadi. Bunun üstüge çıkan alametini, i'rabning alametini, i'rabning alameti yok elbette, lekin ahirdeki zirni biz heliqe, mü'rab ki belki atalıqla atamayımız onu. Raf'i, nesbi, cer demeyin belki fetha zor qalsa, zamme peşop qalsa, kesre zor qalsa, manda atılıdı. Çünkü onun i'rabning tesiri yok anında. Haulayning zirib qilishi, biroq i'rabning ta'sirini zirib qilmadi, balki haulay tug'ilishidan zirib qolg'achqa. Amsi tug'ilishidan zirib qolg'achqa. Nahnu tug'ilishidan pashib qolg'achqa. Men tug'ilish sakin bo'lib qolg'achqa manda atılıdı. Onun akayindagi payzor zirlar amilning ta'siridan bo'lgan bo'lmag'achqa, bundan raf'i, marfu, mansub, majrur degan nomlar bilan atalmaydi. Shuni atadi. Ism mabnining harakatlari damma, fathi, kasr atıladi, sukun, vaqf deb atıladi. Biz ism mu'rab degandek marfu, mansub, majrur degandek nomlardan atalmaydi. Xo'sh, unda olganda biz yuqorida so'zlagan alohidlik xosliklarga binoan ism mabni tuvandagidek 8 turga bo'linadi. Masalan, al-mudmarat almashlar, ya'ni damirlar deb qo'yamiz. Ikkinchisi asmaul ishorat, ko'rsatish almashlari, ya'ni ma'u, au degandek. Üçüncüsü al-mavsulat, nisbiy almashlar, g'an, qan, diki degandek ma'nolarda keladigan. Üçüncüsü asmaul af'al, ya'ni fi'il ma'nosidagi ismlar. Dördüncüsü esmaul asvat. Bunda doğraş isimleri, avazını doğraş. Mesela yoki boshqa hayvonlarni chaqir, hayvonlar ishlatadigan ovozda mesela. Altıncısı el-murakkabat, qurilma birikmalar, ya'ni birikmalar o'ziga o'taq ism, bir ism lekin bir ikki qurilmadan birikkan mesela. Dördüncüsü, yettincisi kinoya mesela. Kinoya degani so'zning o'rniga almashib keladigan almashma so'zlar. Ya'ni mesela birisi menga kelib bir yarim soat paranglashdik. Yani chiqqandan keyin bir do'stim so'radi. Voy, o nim deydi o desa, men nurg'un gapni qildim deyman. Nurg'un gapni qildi deb qo'yma. Jiq gap, ashadagi nurg'un, jiq degan gapimning o'zi nimaga almashgan desa, ashada yarim soat men so'zlagan gapning hammaning o'rnini ifodalab kelgan. Ya'ni bu kinoya degan gap bir mo'n so'zlarni o'rniga almashtirish. Yoki son masalan, o necha pul xajlab ketdi o deymiz endi. Nurg'un pullarni xajlab ketdi deymiz. Nurg'un degan so'z bo'lmaganida, ash xajlagan har bir dollaridan tortib hisoblash. Eğer nurg'un degan bir qiz gap 1000 olsun, 2000 olsun, 3000 olsun yoki 100 olsun hammani ifodalaydi, o'ziga oladi. Mana bizlar almashma so'zlar deymiz. Mujmal iboralar bilan buni kinoya deb ataydi. Undan keyin 8-inchisi bir qism ravishlar. Ravishlarning hammasi mabni emas, lekin ba'zi ravish shuni so'zlab o'tamiz. Qanday bo'lsa, kelayli biz birinchi turdan kelayli al-mudmarat, ya'ni birinchi tur mabniningki ravish, ya'ni almashlar, damirlar. Almash degan ismdan chiqib turibdi. Arab tili odatda qisqaliq nebak yaxshi ko'radigan til. Bir qitim Ahmadning gapi o'tib ketib bo'lgandan keyin ikkinchi qitim Ahmadni tilg'amoqchi bo'lsa, Ahmad degan ismni qaytadan tilg'amasdan, shuning o'rniga olmashib keladigan qisqagina bir iborat ishlatdi. U o'simi huwa. Bir qitim Ahmadni tilg'ab bo'ldik, ikkinchi qitim qayta tilg'arishtirib olib qolsa huwa. Shu huvaning o'rniga olmashib keladigan ismni biz almash deymiz, arabchada damir deymiz. Mesela benim ismim Muhammed desem, men mundaq demakchi deyman, Muhammed mundaq demakchi deyishim, lekin bu bir o'zini ifodalash to'liq ifodalanmaydi endi bu. Bu yerdagi Muhammed degan mening ismimning o'rniga olishib keldigini men.
Aldımda tuğan palanının ismini tutup tilga ilish epsiz. Şuna çık onun ornuğa sen. Demek men, sen, o degandek birinci, ikkinchi, üçüncü shaxslarning o'rniga almışıp kelib qisqagina şekilde şularni ifodalaydigan so'zni biz nima deymiz? Mudmarat, ya'ni almashlar deymiz. Anas avtor nima tushuntirdi desanglar, damir deganimiz o shundoq bir ism, ismu mari, ismi shundoq bir narsaning ismi deganda shundoq bir hukmning ismiki, bu mutakallim birinchi shaxs, av muxatab ikkinchi shaxs, av g'oyib uchinchi shaxsni ifodalash uchun. Anda uchinchi shaxsga g'oyib taqaddama zikruhu, ya'ni uni bir qitim tilga olib bo'lgan. Taqaddama zikruhu degani uning gapi yuqorida o'tgan uchinchi shaxsni ifodalaydigan bir ism endi. Uning ismini aniq tilga olsak bo'ladi, lekin tilga avrishning o'rni yo'q. Tilga avrishning o'rni yo'q. Endi g'oyib zamirda 3-shaxsning zamirida shu qaytadigan birisi bo'lishi kerak, oldida bir o'tgan bo'lishi kerak. U uni oldida yo labzan so'zlangan bo'ladi, yo ma'nan so'zlangan bo'ladi, yoki hukman so'zlangan bo'ladi. Masalan, mutakallim bilan g'oyibning misoli ana, anta bas. 3-shaxs misoli Ahmad deb bo'lib, ikkinchi bir jumlada yoki shuning oxirisida Ahmadga munosabatlik bir mazmun tilga olmoqchi bo'lsak, Ahmadning ismini qaytadan tilga olish hojatsiz, balki Ahmadga qaytadigan bir damir orqali Ahmad masalasini hal qilamiz. Endi mushu masalada bir qoida bayatni deb qo'ydim. Ahmad chuqum oldida o'tgan bo'lish kerak deb. Mushu Ahmadning oldida o'tishi yo labzan o'simi bo'ladi, yoki ma'nan o'simi bo'ladi, yoki hukman o'sim bo'ladi. Labzan deganimiz oldida bir qitim o'si labzan bo'ladi. Ma'nan deganimiz oldida Ahmad yoki biz qaytirib zimirini qaytirmoqchi bo'lgan o'rinni uqumi bo'lsimi bo'ladi. Yoki hukman degani asli grammatikada ilgari o'tish kerak edi. Hozir bo'lmag'ini o'ylab. Ma'noqni hukman deb ataymiz. Masalan, labzanning misoli Salimun hadara akhuhu desa, Salimning qarindishi keldi. Akhudu ko'dimir, beshidagi Salimga qayt labzan o'tgani. Ma'nan o'tgani i'dilu huwa aqrabul taqwa. Sizlar odillik qilinglar. Menda asli hech qanday bir so'z yo'q, menda ism yo'q. Masalan, odillik qilinglar deb bir bilan pil bor. Endi shu pilning hukmini ifodalamoqchi bo'lsak, huwa aqrabul taqwa. Shu odillik qilish. Ma'ni jihatda o'tdi, lekin bir ism oldida o'tmadi. Faqat pilning masridan bir ma'no chiqadi. Yoki hukman degani hukm jihatda vastavat alal judi desa, judiga qonda yoki judida kime shu yerda tudi desa, vastavatga damir siyaqdan ma'lum bo'lgan Nuh alayhisolamning kimisiga qaytdi. Ma misoldan bakroq boshqa misol keltirsak bo'ladi. Daraba gulamuhu Zeydan. Masalan, Zeydning xizmatchisi Zeyd Muhammad. Daraba gulamahu Zeydun deb ma'lum bir maqomning taqozosi bilan biz gulamahuni oldida Zeydunni keyinda ekanligini taqozo qilib qoldi endi. Mushu nuqtada Zeydun fa'il. Gulamahu maf'ulun bi. Tabiiyki grammatikaning hukmi bo'yicha Zeydning o'rni oldida bo'lish kerak. Lekin ma'lum maqom taqozosi tufaylidan gulamahu oldida kelib qoldi. Mushundagi gulamahu deganimir oldida qaytadigan bir narsa yo'q. Lekin hukm jihatda Zeyd fa'il bo'lganlik uchun oldida o'tishi kerak. Mushu nuqtada buni hukman desak bo'laverdi masalan. Xo'sh, misha kelgan vaqtida sizlarga hamda damirninki umumiy ahvollarni bir tunishtirish to'g'ri keladi. Endi sizlar uchun sarfda pillarni qana qilgan turlab baqqan masalan. Pillarni turlab baqqan. Odatda biz pillarni 14 shaklda turlaymiz. Amaliyotda turlanadiğini pil emas, pilning fa'ili turlanadi. Pil degan ishkilik bo'lmaydi, ko'plik bo'lmaydi, erlik bo'lmaydi, ayollik bo'lmaydi. Birlik, ikkilik, ko'plik, erlik, ayollik qildig'ini shu pillan birga kelgan fe'lning damiri. Masalan, fa'ala degan fe'lni turlab baqsaq, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Mushu turlashda o'zgaradiğini qilish degan ma'no emas, balki qilgan odam. Fa'alada bir er, fa'alada ikkilik er, fa'aluda ko'plik er, fa'alatda ayollik birlik, fa'alatada ayollik ikkilik, fa'alnada ayollik ko'plik. O'zgargani fa'il. Damir ya'ni.
Endi shunga o'xshagan tillarda damirlar odatda ba'zida oshkor keladi, ba'zida yushrun keladi, ba'zida tillar bilan hozirgidek o'lishib keladi, ba'zida ayrim mustaqil qiladigan tillar bor. Damirlar bor. Tildan mustaqil qiladigan damirlar bor. Damirlar odatda xuddi odatdagi qismga o'xshash marfu o'rinda bo'lib keladi, ya'ni fa'il xarakterda bo'lib keladi, mansub o'rinda bo'lib keladi, majrur o'rinda bo'lib keladi. Mushu bo'yicha biz fillarni umumiylik bir bilib olamiz. Taxminan 60 ga yaqin damirning shakllarini chiqaramiz. Buning uchun avval biz mana shaklda bilib olamiz. Ad-damir ala qismayn. Avval damirni ikkiga bilib olamiz. Birisi muttasil damirlar. Mabadga qarasanglar, yana birisi munfasil. Yana birisi ayrim mustaqil damirlar. Hammalar bilasizlar, muttasil deganimiz filga o'lishib turgan damir. Munfasil mustaqil damir. Endi ma qaranglar. Muttasil damir deganimizning o'zi fa'il shaklidagi damirlar. Ya'ni marfu, maf'ul xarakteridagi yana mansubat damirlar, jar xarakteridagi ya'ni majrurat fillarda 3 ga bo'linadi. Masalan, fa'il xarakteridagi bayatni turlab berdim. Daraba darabu darabata darabna. Darabtu. Muşunun hammasida bir muttasil filga ulashgan shaklda bir damirlar bor. Masalan, darabada huwa va yushrun. Darabada alif huma vakillik qiladi. Darabuda vav, ya'ni hum demakchi. Darabatda hiya yushrun. Darabatada alif ba. Darabnada nun va. Tawa, darabtuma va, darabtum. Darabti shu yerdagi ti fa'il damir darabtuma, darabtunna, darabta. Bu yerdagi yushrun, huwa, huma, hum degan muttasilning hammasi damir. Shunda biz vakillik qiladigan damirlarni sanaylik olsak, erlik ayollikning ikkilik shakli birisi bo'lsa bo'ladi o'xshash. Ya'ni huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma. Gitatuma, tum, tituma, tuna, tuna. Shunda tuma ta tumatum ti tuma degan ikki tumaning birisi chiqib ketsa bo'ladi. Andan huwa huma hum hiya huma hunadagi ikki humaning birisi chiqib qolganda jami 12 bo'lib qoldi. Muttasil. Ma'ni sizlarga tushuntirish uchun ayirib deb amaliyotda ayrilmaydi. Muttasilchimi? Buni chuqum fa'aladan bir nakasanglar bo'ladi. Fa'ala yoki texmi yorqin chiqish uchun. Hozircha bunday deb turinglar. Fa darabada huwa va, darabada huma va, darabada humba. Mana shu insonlar bo'ladi. Darabata, darabna. Darabtuma, darabtum, darabti, darabtum. Mushunda 14 dona damir va muttasil marfu. Mushlarninki erlikdiki, g'oyibdiki erlik ayollikning birisi yo'q. Muxotib erlik ayollikning birisi yo'q, jami 12 damir. Mavu marfu'ning misoli. Endi bu muttasil damirni mansub deganimiz ya fi'lning maf'uli yoki illining ismi degan gap. Masalan, darabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, darabahuma, darabahunna. Darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, darabakunna. Darabani, darabana. Bu shundaki hu huma hum, ha huma hunna. Kakumakum, kikumakunna. Ni na deganlarning hammasi mansub muttasil damir o'lishib keladigan yoki innaka sanglam bo'ladi. Innahu innahuma innahum innaha innahuma innahun innaka innakuma innakum innaki innakuma innakunna innani innana. Bunda bu g'oyibda ishkilikning damiri muxotab ishkilikning damiridan birini tushirib olsanglar bo'ladi 12. Marfu 12, mansub 12 bo'ldi. Jami damir muttasil damir qancha bo'ladi? 24 bo'ladi. Endi majrur degan ya oldiga harflar kelib qolib majrur bo'lgan, ya muzof kelib qolib majrur bo'lgan bo'ladi. Muzoflar shakli. Qaysi o'z bo'laveradi, birini olsak bo'ladi. Masalan, harflar kelganda desak lahu. Lahu lahuma lahum, laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna. Li lana yoki muzof shaklidagini olsak bo'ladi. Kitabuhuma, kitabuha, kitabuhunna. Kitabukum, kitabukunna. Kitabuna degandek mana shaklda. Buning ham o'xshashlar. Uchinchi shaxsda humani, ikkinchi shaxsda kumadan birini tashlab olsak 12 bo'ldi. 12 36 oldi. Ana damirninki muttasil qismi 36 bo'ladi. Endi munfasil qismiga kelaylik. Munfasil uzuk damir degan gapda. Uzuk damirninki marfu shakl degan mubtada xabar deganda gap endi. Masalan, huwa mustaqil yolg'iz keladi. Huwa huma hum hiya huma hunna. Anta antuma antum anti antuma antunna. Ana nahnu. Jami 14 damir ikkisini avattoq,
2 şekilden 1'den 2'ne 12 kaldı. Bayattanki muttasil 36 olgan, ama munfasilning marfu qismi 12 oldu, 48 bo'ladi. Endi mansub qismi qo'ysak, munfasilninki mansub qismi qo'ysak. İyahu mustaqil ketadigan, ha? İyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahun. İyaki, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakun. İyaya, iyana. Bunundaki g'oyibdagi ikkilikdan birini muxotabdagi ikkilikdan bir tashlasa 12. Necha bo'lganda 48 bo'lganda mashqini qo'shsak 60 oldu. Ya'ni muttasil damir marfu 12, mansub 12, majrur 12, 36. Munfasil zamir marfu 12, mansub 12. Cami 24, 36, 24, 60. Endi nima yo'qmi desa, majrur yo'q. Chunki majrur cho'qib oldiq harflar o'lishib kelish kerak, ya muzaf o'lishib kelish kerak. Munfasil degan o'lishib kelmaydigan mustaqil o'g'achqa, buning nima yo'q. Majrur yo'q, munfasilda shuni bilan 5 şekilde chiqiramiz, har birisi 12 dan 60 damir chiqadi. Mushu bo'yicha xuddi turligan o'sha turlar o'qib olsanglar bo'ladi. Abtur davotida qaranglar. Damir ikki qism bo'linadi. Birisi muttasil, o'sumimiz o'zi yolg'iz qo'llanilmaydigan, ma la yusta'mal wahdahu degan o'zi yolg'iz qo'llanilmaydigan. Bu qo'llanilmaydigani 3 xil i'rob bilan i'rob bilan. Masalan, chunki grammatikalik o'rinishi bo'ldi emas, ya marfu. Masalan, darabtudan darab naqj debdi, biz bayatni chiqardik. Daraba 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 darabu darabat daraba daraba darabtu darabtu darabtum darabtum darabtu darabtum darabtum darabtu darabtum. Buning 12 ning hammasi marfu muttasil. Yoki mansub bo'ladi grammatikalik o'rni. Darabani yoki innani mana shakl. Darabahu darabahuma darabahum darabaha darabahuma darabahunna. Darabaki darabakuma darabakum darabaki darabakuma darabakunna. Darabani darabana. Yoki majrur bo'ladi. Masalan, oldingi muzaf kasm bo'ldi, harf kasm bo'ldi to'qqi. Lahu lahuma lahum laha lahuma lahuna. Laka lakuma lakum laki lakuma lakuna. Li lana degandek. Bu muttasil ahvoli mu? Endi kitob qaranglar yana. Munfasilga kelsak, o'zi yolg'iz qo'llaniladigan damir. Huwa ma yusta'malu wahda. O'zi yolg'iz qo'llaniladigan. Umi ham marfu deb 12 ga bo'linadi. Masalan, huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma ana nahnu. Ana bu naqsh debdi go. Yoki mansub bo'ladi, iyayadlar iyahu naqsh debdi. Iyahu iyahuma iyahuma, iyahum iyaki iyakuma iyak. Iyahu iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahunna. Iyaki iyakum iyakum, iyaki iyakuma iyakunna. Iyaya iyana. Mana şekilde. Mana mavu 70 damir debdi kitobda. Biz her bir aşu 5 turlikninki her birisinden, 5 turlikning her birisinden g'oyibdan erlik ayollikning ikkilikdan birdan, muxotabning erlik ayolligidan birdan her birisinden 5 turninki her birisinden 2 ni tashlasak, jami 10 ni tashlanadi, 60 damir bo'ladi. Xo'sh. Endi gap shuni bilan tugadi. Ammo sizlar bayatdan men turlab belgilab turgan vaqtida bir narsa his qilgan bo'lishim mumkin. Masalan, marfu muttasilni sizlarga misol ko'rsatgan vaqtimda mana turib yapadim. Daraba daraba darabu darabat darabata darabna darabta darabtuma darabtum. Mana qarab faqat darabadu alifni damir dedik. Darabudu voni damir dedik. Shundami? Darab ta'ni ta'ni damir dedik. Darab nadi nani damir dedik. Lekin darabat bilan daraba ikkisida. Darabat bilan darabada. Ya'ni darabaning erlik shakli, birlik shakli shun shaxs, ayollik shun shaxs birlik shaklda daraba, darabat, daraba, darabat. Damir hech qanday narsa yo'q ekan desa, mi shakliga asli bir narsa deymiz. Damir muttasil odatda ya bariz ya mustatirda ikkiga bo'linadi. Ya yushrun muttasil damir yoki ashkar muttasil damir. Darabadaki yushrun, ama darabadaki ashkara, darabtadaki ashkara, darabtumadaki ashkara. Avtorda aytadi, damir marfu muttasil tvendik uruladi, yushrun bo'ladi. Mana bilib olinglar. Masalan, mazi g'oyib g'oybatda bayat maslak turlab berdim. Darabat yushrun, darabat yushrun. Aliyun nasral islamni nasrada yushrun. Fatimun a'azzatun nisa'ta a'azzatta yushrun. A'azzat ketta ayollikning belgisi, lekin damir emas. Ya'ni ikkinchi yushrun ya mudari mutakallimda. Masalan, ansuru nansuruda. Yansuruda ya tansuruda ta'lim buna chaynsak, masalan, ansuru nansuruda, ansuru nansuruda hech qanday bir damirni ifodalaydigan narsa yo'q. Mudar muxotabda ta'kul masalan tadribuda hech qanday ifodalaydigan narsa yo'q. G'oyib g'oybatda yadribudan tadribudi yo'q masalan. Ism fa'il ism pul yo'qki, daribun bilan matrubunda fa'ilning alomati yo'q. Mushu holatlarga diqqat qilinglar. Nimada diqqat qilsanglar, birlik holatlarida yo'q, ammo ikkilik ko'plik holatlarida bor. Yadribanadagi alif, yadribunadagi va masalan. Ama birlik holatda, masalan, adribun adribuda mutakallim birlik va ko'plik. Ama shakli birlik o'qachqa yo'q bu yerda.
Xo'sh, endi yana muhim gapdan birisi qoldi. Biz damirni ikkiga ayirdik, muttasil munfasil deb. Ifodalaydigan ma'nosi o'xshash, ammo ne farq bor desa, amal ba muttasilni ishlatamiz. Chunki arab tili zamirning asli tayinlanishga maqsadmi jumlaning mazmunini qanaqa qilish, qisqartish. Amal ba muttasilni ishlatamiz. Muttasilni ishlatish zot bo'lmagan vaqtida andagi munfasil. Abturshun deyotdi. Munfasilni qo'llanish to'g'ri emas, illoki muttasilni qo'llanish tasgaga vaqtida andan keyin munfasilni qo'llanamiz. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'inda asl na'buduka, lekin maqomning taqozosi tavhid maqomi bo'lgach, Allohni bir deb bilish maqomi bo'lgach, sanala ibodat qilamiz degan ifodalash uchun maf'ulun bih bilakni oldiga chiqish to'g'ri keldi. Oldiga chiqishda ka degan muttasil zamirni yolg'iz ochiq qilolmay, u munfasil zamir ochiq to'q. Amal yo'q. Va ma nasaraka illa anada. Illadan keyin qasr chiqarish uchun cho'qim ashu va ma nasartuka aslisi. Tuni yolg'iz akaga bo'lmagan degan shu anaga o'zgartirib, qiyin ishlabki bo'lmagandan keyin munfasilni ishlatamiz. Xo'sh. Endi arab tilida damir deganni biz bayatdan tushundikki, damir deganimiz ya birinchi shaxs, ya ikkinchi shaxs, ya oldida o'tib ketib qolgan nechinchi shaxs, uchinchi shaxsni ko'rsatadigan bir almashtirdik. Endi arab tilida damir deb qo'llanadigan yana bir narsa bor, lekin biz tushundikandek emas. Uning alohidligi, roli ifodalaydigan ma'nosi boshqa. Shu xil damirlarning birisi damir shan yoki damir qissa. Erlarga ishlatilsa damir shan deb ataymiz. Ayollar ishlatilsa damir qissa. Ya'ni gap boshlashdan ilgari gapning mazmuniga muhim ekanligini ifodalash uchun qo'llaniladi. Odatda Uyg'ur tilida burunqi klassik asarlarda bo'ladigan ancha jumla boshlashdan ilgari al-qissa deb qo'yib boshlanadigancha, balkim shu bo'lishi mumkin. Undan keyin qara degandek bir xil gaplar bilan boshlaymiz. Ya'ni qaraydigan yer yo'q amaliyotda. Uvago deb qo'yib gap boshlaymiz. Uvago deb qo'yib gap boshlaymiz masalan. Balkim u yerdagi o'rni mushlarning hammasi amaliyotda keyingi jumlaning bir xil muhimligini yoki qarshilarning diqqatini tortish maqsad qilindi emasmi? Shu xil maqsadda qo'llaniladigan. Asli gap o'zidan to'g'ri chiqmaydigan, uningda bir qoidadigan yermi yo'q. Faqat keyingi keladigan jumlani bir askartish, ishorat qilish uchun u gapni dahol tushunolmaydigan keyingi jumlaga sandigan degan bo'ladigan mana shakldagi damir shanqisi deymiz. Ammo Uyg'urcha gap qolsa, Uyg'urchada adabiy tilda tarjima qilib bo'lmaysiz masalan. Bu damir shan bilan damir qissini. Bilginki arablarningki bir uchinchi shaxsdagi bir damirdan birisi bor. Bundan keyin shuni tushunib turadigan bir jumla qilib. Jumladan oldida keladi. Ma'nosi yo'q, lekin jumlaga qarab aniq nimaga o'rni qululdi. Buni odatda damir shan deb ataymiz muzakkarda, damir qissa deb ataymiz muannasda. Masalan, qul huvallohu ahad desa, dangi Muhammad alayhisalom Alloh birdir. Tarjima qilib vaqtida tarjima qilamiz. Ammo huwa arabcha nuqtasidan ta'sir qilgan vaqtida huwa desa, nimani ko'rsatayotganda, nimani deyotganda debsa Allohu ahad degan shaklda. Agar mushuningga Uyg'ur tilida jumlaning oldida kelib, jumlaning mazmunini eskartadigan, qarshi tarafni uyg'otadigan, bunda uyg'oqlikni saqlaydigan bir uqum bo'lib qolsa, shu bo'yicha tarjima qilsak bo'ladi. Hiya hindun maliha. Hindixon vago, nayt bir xil maliha degan tuzli degan gap qol masalan, o lekin odamga ishlatilsa qiziqarliq, naytliqi, mijoz yaxshi degandek bir ma'no ifodalashi mumkin. Har holda jumlada hiya tarjima qilinmaydi. Innaha Zaynabu qaymatnsa qara Zeynep urturibdi degandek ma'no shaklda ifodalansa bo'ladi. Ya'ni mayda innahu hozirlarni adabiy tarjima qilgan vaqtda tarjima qilib bo'lmaysizlar. Bu bir xil shakli, ya'ni ismi damir, lekin biz yuqorida tushundirgandek damir emas. Bu birisi. Yana birisi damir faslda bir damir bor. Ya'ni maqom odatda xabarni alohida ifodalamoqni maqsad qilgan vaqtida, ya'ni xabarni mubtadaga, ya'ni musnad mustallayga qasr qilmoqchi bo'lgan vaqtida, hasr qilmoqchi bo'lgan vaqtida, jumlaning mazmunini ta'kidlamoqchi bo'lgan vaqtida xabarni ma'rif keltiramiz. Xabar ma'rif kelgan vaqtida mubtadani ma'rif bo'lsa, xabarmi ma'rif bo'lib qolsa, biz dahvaning oldida deb o'tdik, balkim qaysi mubtada, qaysi xabar erishib qolishi mumkin. Mushu o'rinda xabarningki ya mubtada xabar bilan elishib qolmasligi yoki mubtadaning sifatidek bir xil ma'no o'rib qo'ymaslik uchun mana shu vaqtda mubtada xabarni aniq ayirish uchun o'tirilgan bir damirdan birisi. Buni biz damir fasl ayirish damiri deymiz. Bu nahviyullah damir fasl deydi, lekin balaghiyullah mushu damirni ta'kidlovchi omil hasr adat masalan, chunki o'sha damir kelishun xabar ma'rif bo'lishi kerak. Xabar ma'rif bo'lgandan keyin jumla bir xil xaslanadi. Masalan, amma o'g'liq ulaika ala hudan min robbihim va ulaika mubtada humul
muflihun xabar. O'tirdiki hum damir nima? Damir fasl uluda dedi. Asli normal mubzaharda kelsa ulaika muflihun. Ular nijat topadiganlardir. Gap tugaydi. Ulaika humul muflihun deb ana ashula degandek ma'no qo'shildi. Ashula ana shular nijat topadi. Ayda bir xil ta'kid. Ana shular degandan keyin lam ma nijat topadigan sifat shular bilan xos, boshqalar xos emas degan xoslik, ta'kid va xoslikni iborat ikki ma'no. Ma balog'atdagi o'qim, ammo grammatikada hum muflihunning xabar ekanligini bizga bildirish uchun kelgan. Damir va fasl deb ma'laqi bayatni so'zlaganda kelaqi anda xil shaklda qo'llangan damir emas. Shunda aytdi, ba'zida bu damir mubtada xabarining o'tirg'a deydi, o'tirg'a. Bir marfu damirni birisi kirib qoladi. Mubtadaga mutobiq shaklda munfasil deydi uni. Muttasil emas, munfasil. Uning erlik, ayollik, birlik, ikkilik, ko'plik tilda mubtadaga mutobiq shaklda keldi. Qana vaqtda desa, xabar marfu bo'lib qolsa, af'alu min kada bo'lib qolsa. Af'alu min kada degani ismi tafsil bo'lib qolsa, bu damirni damiri fasl deb atiladi. Chunki u mubtada bilan xabarning o'tirini qana qilib ayirib turadi. Nimishqa desa, xabarning sifat bilan ilişib qilishni ko'tarish uchun. Ma'u xabar ma'u mubtadaning degan ifodalash uchun va bu damir yana ta'kidni ifodalaydi. Ta'kiddan boshqa xabar ma'ruf bo'lish orqali hasr, taxsisni ifodalaydi. Masalan, Samir val Qodim. Samir shu Samir kagini. Jumla mazmun ta'kidlar shu kagini, boshqasi emas. Degandek, Qosim kana Qosim huwa az-zair. Şu ziyorat qilgan Qosim bo'ldi, shu boshqasi emas degani. Shu Qosim bo'ldi degandek odatdagi jumladan ta'kidlikroq yani. Majid huwa afdalu min amrin. Majid shu Hamiddan ortiqroq shu. Odatda Majid Hamiddan ortiqdir demaymiz buni. Hamiddan ortiqroq shu. Undaganda men jumla mazmuni bir xil xoslashish shaklda ta'kidlanadi. Masalan Alloh taolo deydi: "Kunta anta raqiba alayhim." Ey Alloh, ularni kuzatayotgani senting degan gapni. Ularni kuzatayotgani senting maylab ketgandan keyin. Men Isa alayhisolamning duosi o deyman buni. Yani men ularni men ibodat qildim ekan, meni Allohning o'g'li dedi degan, kuntar anta raqiba alayhim degan. Ya'ni anta nima bo'ladi? Damir fasl bo'ladi. Buni ma'vo bizning bugungi mabni haqida so'zlaydigan mazmunlarimiz shu. Mabnini 8 ga bo'lib oldik. Bugungi darsda mabniningki birinchisi al-mudmaratni so'zladik. Al-mudmaratni so'zladik. Damirlarni cho'ng jihatdan marfu muttasil munfasil deb nechaga bo'ldik? 2 ga bo'ldik. Muttasil o'g'ini marfu, mansub, majrur deb 3 ga bo'lindi. Munfasil o'g'ini marfu, mansub deb 2 ga bo'lindi. Andiki marfu 12, mansub 12, majrur 12, marfu munfasil o'g'ini marfu 12, aw mansub 12 bo'ldi, jami 60 damir chiqdi. Am marfu damirlar ba'zi vaqtda bular muttasil esa oshkor qilib tushuniladigan ahvollar va shuni bilib olsak, damir haqidagi masalalar asosan oyoqlashadi. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Endi oxirida deb qo'ydigan eskartish o'quvchilarimiz tadbiqotlardan yuqorida o'rgangan darslarni bir xil tadbiq qilib olishini, ya'ni masalan doskada berilgan misollardan hada huwa akhuk masalan mushurunda damir qaysi xil damir o'tirib kelgan huwa ra'aytuhum hada qanjadani damir va yadrusuna qaysi damir mushunchidiki innahu alimun shahir qaysi damir degandek mushu xil damirlarning hammani ayirib damir haqida yoki mabni haqida kallamizga bir tushuncha hosil qilib olsak demoqchi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.